2026-yil Qisqichbaqa burji vakillari uchun bu shunchaki yil emas. Bu ichkarida hech kim ko'rmaydigan, ammo siz aniq his qiladigan sokin yangilanish. Sizning ichki kuchingiz va ruhiy makoningiz kengaymoqda. Qalbingiz esa nihoyat o'z ovozini eshita boshlaydi. Bu yil sizga bir narsani eslatadi. O'zgartiruvchi kuch har doim shovqin bilan kelmaydi. Qisqichbaqa burji vakillari, 2026-yil sizlar uchun sokin boshlanadi. Shovqinli startlar, yorqin voqealar bo'lmaydi. Ammo ichingizda nimadir sekin-asta o'zgarayotganini aniq his qilasiz. Bu uzoq qishdan keyingi bahorga o'xshaydi. Ko'rinmas bo'lsa ham, qor ostida yangi hayot allaqachon unib chiqmoqda. 2026-yilda Qisqichbaqa burji vakillari pul haqida tashvishlanishni kamaytiradi va aynan shuning uchun moliyaviy barqarorlik oshadi. Sevgi sohasida 2026-yil sizni haqiqiy yaqinlikka o'rgatadi. Agar munosabat tirik bo'lsa, iliqlik va mustahkamlik oshadi. Agar faqat odat bo'lsa, muloyim suhbat bilan yoki sokin ajralish bo'lishi mumkin. Bu yil siz o'zingizni yo'qotmaysiz. Aksincha, o'zingizni topasiz. Sizning sezgirligingiz sizning zaifligingiz emas. Bu sizning qurolingizdir. Yil oxirida shunday bir sokinlik his qilasizki, nihoyat hamma narsa o'z joyiga tushganini bilasiz.